boshqa o'z nima bilan tushuntirib bering. Bu kishi haydovchilik guvohnomasi transportatsiyasini boshqarib kelganliklari sababli ma'muriy javobgarlik ko'rsatish kodeksining 135-moddasi birinchi qismi bilan ma'muriy rasmiylashtirdik. Хорошо. Hozir men ana mashina egasiman. Bu kishi meni yonimda turibdilar. Menga bez ограничение, страховка ham bor, onlayn MyGov'dan dokumentlari ham bor, pravolari ham bor. Ko'rsatib oldingiz. O'sha onlayn bizga o'tmaydi. Haydovchilik guvohnoma, biometrik pasport, zagram pasport va ID karta ulardan o'shalardan bittasi bo'lishi lozim. Qanday vaqtida borib olib keladi, turibdi. Bizda unaqa narsa yo'qda, borib olib kelamiz degan narsani o'zi yo'q. Bu aytmanki, to'rtta narsadan bittasi ularga bo'lishi lozim. Men qonundan chetda chiqib, bu narsani rasmiylashtirmayman. Hozir dokument hammasi borda bizga? Yo'q, bor, lekin bu kishi haydovchilik guvohnomalari o'zlarida emas. Bor, yo'q demadim. Haydovchilik guvohnomaga ega ham emas demadim. Haydovchilik guvohnomalari bor, o'qiganlar, lekin zamonaviy avtomashina boshqarayotgan vaqt haydovchilik guvohnoma ehtiyotsizlik oqibatida qolib ketgan boshqa transport vositasiga. Yo'q, siz aytyapsiz, hujjatsiz boshqarib kelyapsiz. Bu hujjatsizga kiradi. Aytaman-ku, ma'muriy javobgarlik ko'rsatish kodeksining 175-moddasi birinchi qismi bilan bu kishiga tegishli tartibda, ya'ni avtomashina haydovchilik guvohnomasi uyda, masalan, avtomashinada qolib ketganligi sababli ma'muriy guvohnoma rasmiylashtiradi. Hozir endi nima mashina joylamaydi deyapsiz. Shunday, bu kishini, masalan, siz o'tirishdan oldin so'rashingiz kerak. Aytib, nimangiz bormi? Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo, pasportingiz bormi deb so'rab keyin o'tirish kerak. Yo bo'lmasa bu kishiga agar bo'lmasa aytishingiz kerak. Bironta haydovchilik guvohnomaga ega hozir onlayn emas, sizga yana aytaman. Bizda onlayn tizim yo'q. Onlayn tizim o'tadi, yagona darchalar. Men buni onlayn men shunday ham bu kishini chiqarib bilaman. Bu kishini aytamanki, chiqaradi bu kishini haydovchilik guvohnomaga qaysi kategoriyada ekanligini chiqaradi bu. Lekin shu to'rtta narsadan bittasi o'zlarda bo'lishi lozim. Tushundingizmi? Hozir egasi oldida qilamiz, bo'lmasa jarimasi bu kishiga ko'proq chiqadi. Siz egasi oldida, avtomashina sizga tegishli bo'lsa, egasi oldida bu kishiga ma'muriy